Korzinkani yonidan, yo'lni birinchi qatoridan uchastkalar bo'lsa, nijeloy qilaman deb qidirib yurganlar bormi? 12 sotuv mana shu uchastkamiz, mana Mamitdan, mana 200 metrdan kelgan erkin posti bo'ladi. Zangiota rayoniga qaraydi. Mana shu uchastkamiz sotilyapti. Fasadi ham kattagina, 25 metr fasad. 12 sotuvdan oshiqroq yerimizda hozir ko'rsataman. Yashashga ham zo'r, fermer qilishlarga ham olishadi bo'tlardan. Endi yo'lni birinchi qatori bo'lganiga asosan nijeloy joy qilishlarga olishadi. Kateshchi tanishinglar bo'lsa jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Kommunikatsiyalari, suv, svet, gazdan muammo yo'q. Mana shu yerimizda bo'ladi. Odam yashab turgan uchastka. Endi hozir ayollar borligiga kirmadik. Atak 4 ta xonasi bor ekan. Remontlari ham yangi holatda ekan. Lekin oladigan odam bab buzadigan bo'lsa, asosan fasadi, kengligi qiziq bo'ladigan bo'ladi. 189 mingga baraka qilsanglar bo'ladi mana shu yerimizdan. Zangiota ziyoratgohiga ketaverish, erkin postdan kelaverish. Postga lekin juda yaqin joylashgan. Yonida Korzinka ham bor, yangi ochilgan. O'zingizlar ko'rib ishonch hosil qilishingiz uchun aniq lokatsiyasini, rasmlarini Telegramga tashlab qo'yaman. Eng zo'r joyi bab buni mana shu yo'lning birinchi liniyasiligida. Qan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'ysanglar, bizani qo'llab-quvvatlagan bo'lardinglar, rosa xursand bo'lardim. Mana shu joyimiz ham egasiga yetib borardi.